Yur o'rtoq tezroq, onam kutib qoldi. Bir piyola choy ichib chiqamiz. Ona? Ha? Abbos bilan keldim, ona. Va shu o'rtog'ing juda tarbiyali. Assalomu alaykum onajonim, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Voy onalar, siz meni tug'magan bo'lsangiz ham tuqqan onamda ekasiz. Har doim onani shunaqa qo'lidan o'pish kerak. Sigaret hidi kelyaptimi? Mendan kelyaptimi? Yo bolajonim, siz tarbiyalisiz juda. Roman qo'sqondan kelayotgandir-da. Yuring bir piyola choy beray sizga bolajonim, yuring. Bo'pti, karta o'ynaymiz, sus. Dasturxonda katta o'yinib bo'lmaydi. Ha, bu narsa kayf qilish kerak. Mana sizdan. Olam? Jaloliddin Nasharipov aytayaptiki, Sen iplosda hali shunaqa hunaring bormi? O'rtog'ingga o'xshab kitob o'qib o'tirsang bo'lmaydimi? O'rnini olsang bo'lmaydimi? Jaloliddin Nasharipov yozyapti ona. Karta o'ynamang. Faqat onani rozi qiling. O'sha Jaloliddin Basharipovda seni ham onangni oldiga borishimiz bor degan joy yo'qmi? Duo qiling, izzat nafsimizga. Duoni o'tirib qiladi do'stim. Qani ilohi omin. Omadinglarni bersin, bola. Yevoraman. Ha, bola? Krishtianu Ronaldoning onasiga aytgan bir gaplari bor. U aytganki, Ko'chada santira olarmasdan yuravermagin. Hop, ona. Va men sizga ishonaman, Dabbosxon. Shu o'rtog'ing bo'lmaganda men seni ko'chaga chiqarmasdim, tushundingmi? Hamada bormikan shunaqa o'rtog'i? bir klublarga borib kayf qilmaymizmi? Qanaqa qilib ulguryapsan, Abbos?